Surxondaryo hududiga keldik. Ham katta qiymatga ega bo'lgan eksport pop o'riklar terishga tayyor bo'ldi. Bu yerda professional jamoa ishi o'tyapti. Surxondaryoda juda ham katta tajribaga ega bo'lgan jamoa yig'ilgan mana shu yerda. 20-aprel kuni Surxondaryoda kelib turibmiz, qaranglar. Ko'rinishini qaranglar. Bu yerda 100 dan oshiq odamlar ishlaydi. Birinchilardan bo'lib, nafaqat O'zbekiston, balkim yaqin Markaziy Osiyoda eksport qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'rtalar hozir haqiqiy o'rikda 20-aprel kuni shoxidan uzib teramiz. Juda bir qiziq kontent bo'ladi. Surxondaryo hududiga keldik. Birinchilardan bo'lib juda ham katta qiymatga ega bo'lgan eksport pop o'riklar terishga tayyor bo'ldi. Orqamizda bog'. Shundoq, realni o'zi bog'da. Terim bo'lyapti. Hozir terimni ko'ramiz o'rtoqlar. O'rtoqlar 20-aprel 26-yil Surxondaryo viloyati bo'ylab biroz terilgan o'rik pishib boshlangan jarayonlar. Qaranglar, mana endi qizimiz endi teryapti. Surxondaryoning iqlim tuproq sharoitini bilasizlar, juda ham mos bu uchun. Mana qizimiz bitta chelak to'ldirib Sabohat. Va alaykum salom. Qo'shilib ketibsiz-ku teruvchilarga. Maşallah. İşlarga qo'shilyapti Sabohat. Qalay ko'rinishlari? Yaxshi. Yaxshimi? Endi Sabohat hali juda yaxshi teruvchi emas, chunki bitta ko'klarni buzyapti. Odatda bunaqa ko'klar uzilmaydi. Tadbirkorlarimiz she'ra turishibdi. 100% bu yerda professional jamoa ishi yurityapti va to'laqonli mahsulotlar eksportga ketyapti. Shunaqami? Albatta. Biz 1-2 kun kech qoldik shekilli. Ha, 5 kun kech qoldik. 5 kunga, demak 5 kun avval boshlangan va mana shunaqa o'riklarimiz hozir Surxondaryoda terilib, eksportga chiqib ketyapti. Yoshlar, mana shunaqa Sabohat yoshlardagi o'g'illar, qizlar tadbirkorlik qilmoqchi bo'lsanglar, mana shunaqa bugungi zamonga eng mos bo'lgan navlarni, o'rik navlarini ekib yetishtirishni tavsiya qilamiz. Surxondaryoda juda ham katta tajribaga ega bo'lgan jamoa yig'ilgan mana shu yerda. Mana shu bog'ni o'zida juda ham katta tadbirkorlar jamoasi bor. Maslahat olsa bo'lishadi. Nima deysiz? Siz kanalda olib boryapsiz, hozir yoshlarga bitta maslahat bering. Nima qilishsa, mana ko'rdingiz ko'z bilan Surxondaryoga bitta tashrif qilib, o'rganib. Albatta, birinchi navbatda Surxondaryoga o'rik yeyishga kelinglar. Albatta. Va fermerlik faoliyatini boshlash uchun hech qachon qo'rqmanglar. Albatta. Jamoa bor, ustozlar bor. Biz o'zimiz yordam beramiz. Bismillah deb boshlasanglar, xudo xolasa, keyingi vaqtlarda mana shunaqa navlar vodiyda juda ham usta oltariqlar bor. Kerak bo'lsa issiqxonada yetishtirish boradi. Buni ko'paytirishimiz kerak, kengaytirishimiz kerak. Yoshlarimiz demak kanallardan bahor bo'lib turasizlar. Yosh fermerlarning kanallari bor. Ijtimoiy tarmoqlarda xabardor bo'lib turasizlar. Eng qaynoq ma'lumotlar sizlarga taqdim etib boriladi. Endi terim jarayonini bitta ko'ramiz. Qaranglar. Opa-singillarimiz kelib, shu yerda turli hududlardan tirikchilik qilishyapti. Baraka topsin. Ancha vaqtdan beri biz xabarimiz bor. Mavsumiy kelishib, yaxshigina daromadli. Qaranglar, nechta insonlarga ishchi o'rin yaratiladi. Bilasizlar, bunaqa mahsulotlarni, unaqa texnikalarda terish biroz muammo. Ayniqsa eksportga chiqargani to'liqligicha qo'lda terilish kerak. Demak, juda ham ko'p o'zini mavsumiy opa-singillar, ko'kalarimiz ham ma'lum bir vaqtlarda yaxshigina qiymatga ega bo'lgan ishlar bilan ta'minlanishi mumkin. Biz ham bir terishda ishtirok etsak-chi, nima deysiz? Qanaqasini teryapsiz? Bizga ham ko'rsatinglar, bitta uzishga yordam beraylik. Mana yordam bering. Qani keling-chi. Ko'klarni olmaymiz, sarig'ini olamiz. Eksportga chiqyapti-ku bu baribir, to'g'rimi? Ha. Biz haliga orasi o'qlab joylab olishadi-yu. Mana shularga ham bog'liq bo'ladi endi teradiganlar. Bunday qarang, yashillarni olmaymiz. O'zi sara. Ha. Mana shundaylar olmaymiz, mana bular olinmaydi. Ko'rib qo'ylar, o'rgatilgan bular hammasi. Bularga umuman qo'l tegizmaymiz, olmaymiz. Qo'l tegizsa kattarib kundan kunga pishaverar ekanda bu. Qo'l tegizmas. 2-3 kunda bu ham pishib qoladi. Pishadi, bu ham pishadi. Ertan indin yana izmas teriladi. Buni terib chiqib ketamiz. Ertanlardan keyin yana izmas buni teraveramiz. Navbat-navbat teriladi. Qarang. Baraka toping. Mana shundaylar olinadi. Bu ishlar kunlikdanmi, oylikda ish bo'ladimi shunda? Kunlikda ishlaymiz biz. Ha, kunlik. Har kunlik ishlaysiz, o'sha vaqtda kunlik hisobga o'tadi, to'g'rimi? Baraka top. 3 kunda beradi pulimizni. Aha. Muammo yo'q. Nechidan boshlaysizlar ishda? Soat 8 dan 5 gacha. 8 dan 5 gacha. 1 soatda. Mavsumiy opalarimiz bor, kelishadi. Mana bu hududdan bo'lmasligi mumkin, boshqa yerdan uzoqlardan kelishi ham mumkin bular. Va ertalab soat 8 dan kech payt 5 gacha ishlashadi. 1 soat obitlari bor ekan, damlari va mana shunaqa tartibda uzishadi. Mana kelinglar, olinglar, mana indamaymiz mana bitta ko'rlar o'rik terish qanaqa bo'lishligini. 20-aprel kuni Surxondaryoda o'rik uzilish jarayoni. To'g'ridan-to'g'ri eksportga ketayotgan o'riklar o'rtoqlar.
ichida yigizlarni olganmiz. Ha, avvalam kelgansizlarmi bu yerga? Ha, buni mayda qarang, dovchaligidan kelyapmiz. Buni endi bundan ochib dovcha bo'ladi-ku. Ana shu paytlar buni qarang, bitta shoxda 1 2 3 4 5 ta qolgan, 6 ta. Buni olinish kerak bo'lgan, olinmay qolib ketgan, qarang. Mana rivojlanmagan. Ana shunday narsa yagona qilamiz. Ha, demak sizlar faqat tergan kelganlaring yo'q. Qarang, qo'shchalarni olib chiqamiz. Qo'shcha qolmasi kerak bo'lgan. Qanday shoxlarda qo'shcha qolgan, qarang, qo'shchasi qanday pishgan. Mashallah. Qo'shchasini ko'rsamiz. Demak, bu yerda mavsumiy deb boya men faqat terishga keladi deyapman. Hozirgina adashibmiz o'rtoqlar. Bu yerda demak tadbirkorlar, opalarimiz, ayollarimiz o'zini boshlanish davutcha paytdan beri boshlar ekan, o'sha toqalash deydi, ortiqchalarni olib tashlash deydi, boshqa ishlar bo'yicha ishtirok etar ekan. O'rtoqlar, shunaqa yaxshi bog' tashkil qilsanglar, biz faqat o'rik haqida gaplashyapmiz. Hozir ma'lumotlarga ko'ra, shaftoli har xil turlarga ulanib ketar ekan va 2-3 oygacha mavsumiy ishchilarga ham ish o'rni yaratilar ekan va eksportbop mahsulotlar mana shu hududlardan birinchilardan bo'lib dunyo bozorlariga chiqib olar ekan. Zo'ra, yana ham to'liqroq ma'lumotlar olamiz. Ichkarida juda ham qiziq ish bo'lyapti. Davom etamiz o'rtoqlar. Men ham opalarimga yordamlashish uchun ularning yoniga keldim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormanglar. Salomat bo'ling. Aslida o'rik qachon pishdi? 18dan beri pishgan zardorlarni eksport uchun tayyorlayapmiz. Bu yerda qancha odam ishlaydi? Bu yerda 100 dan oshiq odamlar ishlaydi. Mevalar asosan qayerlarga eksport qilinadi? Chet davlatlarda. Chet davlatlarga eksport qilinadi. Bu yerda qachondan beri ishlaysizlar? Bu yerda aprel oyidan beri. Aprel oyidan beri mehnat qilyapsizlar. Aprelda boshidan beri birinchi mana bu gullab anavi meva tuyadi-ku, o'shani yagona qilib chiqdik. Mehnat ishlarini olib boryapsizlar. Kuniga qancha pul topasiz bu yerdan? Bu yerda kunida 100 mingdan. Kuniga 100 mingdan. Shu bilan oilangizni teberatyapsiz. Ha, shuni bittagina qizcham bor, o'sha qizcham uchun halol mehnat qilib olib boryapman. Pul ishlab. Charchamang. Bizni kuzatayotgan yurtdoshlarimizga nima degan bo'lardingiz? Hamma kuzatayotgan odamlarga sog'lik, salomatlik, xuddi mana shu bizga o'xshab halol mehnat qilib rizqini terib yesin. Surxondaryoga o'rik yeyishga kelinglar. Ha, Surxondaryoga nasib xudo xohlasa mana o'riklardan yeb ketingizlar. Assalomu alaykum opa, charchamayapsizmi? Alaykum assalom. Hormang. Salomat bo'ling. O'riklarni terib mana. Surxondaryoda erta pishar ekan o'rik. Ha, tez pishadi yerda. Yana qaysi mevalar erta pishadi? Stoli nima? Gelos. Bu yerda ish sharoitlari qanaqa? Yaxshi ishi. Ishlayapmiz, mana teryapmiz. Har kun 100 ming kilo boramiz. Yaxshi sharoitda. Sharoiti yaxshi. Yo'q. Yaxshi ishlab yuribmiz. Surxondaryoga kelmoqchi bo'lgan mehmonlarni nima degan bo'larsiz mehmonlarga? Kelsalar vaqtimiz xush bo'ladi, mehmon qilardik. Surxondaryo ham mana mehmondo'st insonlar yurti. Shunday. Bu yig'im-terim vaqti qancha vaqt davom etadi? Bir oydan oshadi, bir oycha. Demak, bir oy ishlaysiz. Bir oy ishlaymiz. Keyin shaftoli bor, shaftoli teramiz, pishib qoladi zardoldan keyin. Demak, o'rikdan keyin shaftoliga o'tasiz. Keyin o'tamiz. Ha, yaxshi. Opa, yana bitta savolim bor edi. Bu bog'ning gektari qancha? Qancha masofaga joylashgan? 100 gektardan ko'p deyishadi. Hammasini o'zingiz terasiz. Mana o'rtoqlaringiz bilan, teramiz, opalar bilan. Opa-singil bilan teramiz. Mana men tergan o'riklar Surxondaryoga kelinglar. O'sha 50-60 mingdan sotilgan, eksportga 2 dollardan chiqayotgan o'riklarni 20-aprel kuni Surxondaryoda terib turibmiz, qaranglar. Ko'rinishini qaranglar. Buni bu yaqin o'rtada nafaqat butun respublikada birinchilardan bo'lib pishib yetilgan. Hali ham biz 3-4 kunga kech qoldik. Ko'rinishini qaranglar. Mana hammasi to'laqonli uzilib eksportga chiqyapti. Surxondaryo hududlari bilasizlar, juda ham o'ziga xos mana shu iqlim tuproq sharoiti mos keladi. Shunaqa Mikado, Magador degan maxsus navlari bor, payvandaklarga ekiladi. Bugun mana shu biznesni eng avji bo'lib turgan jarayonlarda turibmiz. Agar bog' qiladigan bo'lsanglar, yoshlar, albatta e'tibor qaratamiz. Mana shunaqa yangi navlarni ekish kerak va dastlabki bozorda 10 kun, 15 kun oldin bo'lsa ham juda katta qiymatda sotish imkoniyati bo'ladi. Bugun shu bog'ni ko'rgani keldik. O'rganamiz, ko'ramiz qaysi navlar, kimlar ishtirok etyapti, qanaqa tartibda bog' tashkil etilgan, to'liq ma'lumotlar sizga taqdim etiladi. Juda ham qiziq bo'ladi. Kuzatishda davom etamiz.
Qaranglar, real o'rik. Hozir eksport jarayoniga sizlar bilan guvoh bo'lamiz. 20-aprel kuni 26-yil Surxondaryo viloyati Halqobod mahallasida mana shunaqa juda ajoyib nodir navlar ekilgan, Magador deymiz, Ispaniyaning juda ko'p navlari bor, Mikado, mana eksport jarayonlari bo'lyapti. Kelinglar. Mana furaga to'g'ridan to'g'ri ortilyapti. Terilgan mana mahsulotlarni qaranglar. Mana shu yerga olib kelib yigitlar mana to'k beryapti buni. Mana shu yerda mana bitta ko'rsataylik shuni. Qaranglar mana. To'g'ridan to'g'ri Rossiyaga ketayotgan navlar. Kalibrini ko'rmoqchimisizlar? Mana. Oltariq dedi-ku mana. Qaranglar. O'sha Mikado, Magador degan erta pishar navlarimiz bugungi kunda to'g'ridan to'g'ri Rossiyaga eksport ketyapti. Jiyan ishlar. Kelinglar bitta jarayonni ko'ramiz. Hormanglar, charchamayapsizlarmi? Nimalarni ajratyapsizlar? Ko'raylik, bitta bizga ko'rsatib beringlar. Qanaqa, qizilmi, rangmi, kattami, kichikmi, nima? Ko'klarini ajratamiz, qolganlari teramiz, chiroylarini, sariqlarini. Ha, ko'klari ajratib qo'yasiz. Qaysi ko'k deganingiz mana bunaqa ko'kmi? Nima, qo'shaloq? Atxotga ketadi. Ko'rsating atxotini. Mana shular hammasi atxotga ketar ekan. Mana bu katta-kattalari. Sariq, qizillari, rangi degani. Mana katta-katta qizillari bir ustiga ketadi bular. Mana. Mana ko'ryapsizlar. Bular ketmaydi hech qayoqqa. Bular ketmaydi, bu atxotga qoladi. Ana. Endi atxot deganimiz-chi, ma'lum vaqtda pishirsa buni o'zimiz joyiga sotsa bo'ladi. Shu bozorga. Albatta. Yoshlar boqiladigan bo'lsanglar, boya aytdik, mana shunaqa navlardan boqsanglar, birinchilardan bo'lib O'zbekistonda sotsanglar bo'ladi, tadbirkorlik qilsanglar bo'ladi, yetishtirasizlar va mana shunaqa hali o'rik bir joylarda sovug'ib ketdi, boshqa hududlarda umuman guli ham hech narsasi yo'q bo'lgan paytda o'rik eksportga chiqib turibdi. Buni o'zi shunaqa issiq hududlarda mana shunaqa navlarni yetishtirib, shunaqa tadbirkorlik subyektini tashkil qilish kerak degan signalni berib turibdi. Tavsiya qilamiz. Yana biz yaqin vaqtlarda o'zimiz ham o'rgatib qo'llab-quvvatlaymiz. Qanaqa yordam kerak bo'lgan bo'lsa, Yoshlar ishlar agentligi, yosh fermerlar yordamga tayyor. Bunaqasi har doim bo'lmagan, foydalaninglar. Va bugun o'rganib ketayotganimizni hammasini yaqin vaqtlarda to'laqonli qilib sizlarga taqdim etamiz. Yashillar taxlanganini ko'rib turibsizlar. Yonimizda fura va olib kelib yigitlar mahsulotlarni qo'yishyapti. O'zbekistondan dastlabki eksport bo'layotgan o'riklar. Albatta, har bitta hududda o'ziga xosligi bor. Surxondaryo hududida o'zining iqlim tuproq sharoiti shunaqaki, erta pishar navlarni ekadigan bo'lsanglar, birinchilardan bo'lib nafaqat O'zbekiston, balkim yaqin Markaziy Osiyoda eksport qilish imkoniyatiga ega bo'ladi va mana shu jarayonni ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Tavsiya etib qolamiz, agar mahsulotni eksport qilish, birinchilardan bo'lib eksport qilmoqchi bo'lsanglar, albatta o'sha maxsus navlari va maxsus hududlar tanlanishi kerak bo'ladi. Bu uchun faqatgina avvalgi ilmlar emas, yangi ilmlar, yangi tajribalarni qo'llab mana shuni amalga oshirish mumkin. Bu uchun o'sha Yoshlar ishlari agentligi, Yosh fermerlar kengashi tomonidan juda ham yaxshi loyihalar taqdim etilyapti. Bahor bo'linglar, so'ranglar, surishtiringlar, o'rganinglar, o'sha berilayotgan turli xil imtiyozlardan foydalaninglar. Ana o'shanda shunaqa ishlarni amalga oshirish imkoniyati juda ham keng bo'ladi. Ayni paytda bog'da terilgan mevalarimiz mana shunday idishlarga qadoqlanmoqda. Kuniga nechta qadoqlash ishini olib borasiz? 1300 ta. 1300 tacha idishda qadoqlaysiz. Bular asosan qayerlarga eksport qilinadi? Moskvaga. Moskvaga eksport qilinadi. Ishingizdan mamnunmisiz? Bu yerda bu qadoqlash ishlariga nechta odam aniq qilingan? 50 ta. 50 tacha odam yo'naltirilgan. Yaxshi. Odam. Charchamang.